Sezvosizlarmi, oxirgi paytlar ayollar quturib ketyapti. O'zbek ayollarimiz quturyapti. Yaxshi ma'noda, to'g'ri ma'noda. Tushuntiraman. Ilgarilari onalarimiz, buvilarimiz yashagan zamonda hammani o'zini chotki vazifasi bo'lardi. Erkak pul topib keladi, обеспечить qiladi, uy-joy hamma yog'ini sharoitini qilib beradi. Ayol kishi uy ichidagi sarishta saramjom, ovqat pishirish, bolalar tug'ish, bola tarbiyalash, eri kutib olish, xullas xizmatini qilish edi. Bilmayman nima jin choldi-yu, vaqt o'tib erkaklar o'z vazifasini bajara olmay qoldi. Va ayollar erkak bilan barobar ishlashni boshladi. Va shu orada o'zini ishi kamaymadi. Ham erkak ishini qilyapti, boqyapti, ham uy ishini qilyapti. Lekin erkak uni yarim vazifasini ayol bo'yniga olganiga qaramasdan, uy ishlari meni ishim emas deb turib oldi. Ya'ni ayol boshidagi zimmasidagi ish yanada ko'paydi. Bu uni stressini oshirdi. Juda ko'p ayollar kasal bo'lish boshladi. Rak bo'yicha ayollar onkologiyasi bo'yicha O'zbekiston birinchi o'ringa chiqib oldi. Statistikani ko'rsangiz bo'ladi. Va bora-bora to'yib ketgandan, charchab ketgandan ayol dod-duvoti. Erkaklar prosta men borligim uchun, men o'g'il bola bo'lib tug'ilganim uchun, erkak demayman, o'g'il bola tug'ilganim uchun men zakon, men korolman, men zo'rman degan xulosaga o'tib olishdi. Oxir-oqibat bu nimaga olib keldi? Ayolning ko'zi ochildi, xulosa qilishni boshladi, fikrlashni boshladi. Men o'zim boqsam, o'zim uchun hamma yog'imni qilsam, harakat qilmasa, bo'lsa bor, sabr qil, chida deb, kerak bo'lsa chidaysan degan pozitsiyaga o'tib olgan erni ko'rgandan keyin o'ziga o'zi aytadi: "Menga shuncha tashvish kammi, hammasini o'zim qilaman, yana kelib buni ham xizmatini qilayman. Yana kelib buni injiq xarakteriga qarayman. Yana kelib buni nozik qovog'iga yo ota-onasining qovog'iga qarayman. Menga bu narsa nafik kerak deyish boshladi." Xullas, ayol quturmadi. Sabr kosasi to'ldi. Pichoq borib suyakka tegdi. Va erkaklar shu narsani tushunmaskan, ko'zi ochilmaskan, ajrim borsa ko'payadiki kamaymaydi. Borsa ko'payadiki kamaymaydi. Sog' bo'lasizlar. Qizlar, men sizlar bilan hammalaringizni yaxshi ko'raman, hammalaringizni hurmat qilaman. Alloh panohida bo'linglar.